Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Habibulloh Web. Xo'p, bugundan boshlab patternlarni tushuntirishni boshlayman. O'sha oldingi darsda taqdimot bo'lgan edi, ya'ni patternlar o'zi nima, patternlar o'zi nimaga kerak, biz qanaqa patternlar to'g'risida gaplashamiz va o'zi nimaga pattern o'tamiz degan savollarga javob berilgan edi oldingi darsda. Bugundan boshlab biz singleton pattern haqida gaplashamiz va kursga ham tezroq yakun yasash kerak baribir, chunki bu kurs уже oxirlab qoldi. Sizlarga ancha manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Hop, ularni kurs oxirida gaplashib o'tamiz. Xo'p, bu singleton pattern nima ekan bizda? Bu bitta klassdan faqat bitta obyekt yasalishini ta'minlaydigan dizayn pattern yozib qo'yamiz. Bu bitta klassdan bitta obyekt yasalishi yasalishni ta'minlaydigan dizayn pattern. Ya'ni bu nima degani? Ya'ni bu bitta klassdan bitta obyekt chiqadi. Ya'ni o'sha obyekt qolgan joylarda ham, ya'ni qayerdan chaqirmay siz o'sha joyda bitta obyekt ishlaydi. Qayerdan chaqirsangiz ham bitta obyekt ishlaydi. Keling, endi bitta biz hayotiy misol ko'rib chiqamiz va bu darsimizni ancha qiziqarli qiladi. Hayotiy misol uchun qaraylik. Bizda bitta config tasavvur qilaylik, bizda bitta config fayl bor. Hamma joyda bitta config bo'lishi kerak, to'g'rimi? Agar yangi obyekt biz yozadigan bo'lsak, muammo chiqib qoladi. Shuning uchun biz singleton ishlatishimiz kerak. Ya'ni har bittasi uchun biz yangi config yozib qilib chiqqanimizdan ko'ra biza singleton ishlatganimiz 1000 marta yaxshi. Tushundingizmi? Hayotiy misol yozib qo'yaman. Bu sizlarga keyingi marta ko'rayotganingizda ish bo'ladi. Dasturda faqat bitta konfiguratsiya obyektiga ega bo'lish kerak bo'lsa, mana shuni qilib qo'yamiz mana. Va buni qovus ichida config deb yozib qo'yaman. Bo'ldi do'stlar. Endi biz oddiy har doimgidek shu o'zimizning dars stiliga qaytamiz. Oddiy misoldan boshlaymiz. Oddiy misoldan sekin tushib turamiz. Xo'p, biz birinchi klass yozib olishimiz kerak. Singleton. Endi hamma pattern klassdan iborat degani emas bu. Singleton da faqat klass yozilishi kerak. Biza bitta statik o'zgaruvchi bizga kerak bo'ladi. Bitta statik o'zgaruvchi kerak bo'ladi. Ya'ni bu obyektni saqlab qo'yish uchun. Ya'ni obyektning instansi degan narsa bor. O'sha obyektning instansini saqlab qo'yish uchun. Uning uchun biz buni maxfiy yozishimiz kerak. Private static va instance yozishimiz kerak. Instance. Static nima edi? Tez eslab olamiz statikni. Eslamayotgan bo'lsak, men hozir esim turibdi. Bu yerda biz yozamiz. Men sizlarga tushunaman hozir. Buni ko'rsatib chiqaman, to'g'rimi? Men bundan foydalanishni. Static nima? Script bu, ya'ni obyektni promoy nomi bilan chaqiriladigan bir anaqa edi. Klassda kalit so'zi sinf yoki klass xususiyatlarining property yoki o'ziga bog'liq qilib belgilash uchun ishlatiladi. Bu shuni anglatadiki, statik bilan belgilangan xususiyat yoki metod obyektning nusxalari orqali emas, balki sinfning o'zi orqali, mana aytaman-ku, sinf o'zi orqali chaqiriladi. Ya'ni misol uchun boshqa narsalar orqali emas, mana singleton deb chaqiriladi. Yo'qsa nima yana? Boshqami shunaqa deb chaqiriladi. Shu bizda static metod bo'ladi. Static class bo'lmaydi hech qachon. Static class angularlarda, masalan, boshqa narsada bo'lishi mumkin, lekin static class bo'lmaydi hech qachon. Shularda farq bor. Biz private yozib oldik, static instance yozib oldik biz va bu obyektga qarab qo'yish uchun ekan. Ya'ni buni o'zim uchun bundoq qilib, sizlar uchun to'g'rirog'i bundoq qilib men o'zim belgilab qo'yishim mumkin. Obyekt saqlash uchun mana shunaqa yozib qo'ysak bo'ladi do'stlar. To'g'rimi? To'g'ri. Ikkinchisi
Bizda endi ikkinchi qadam keladi do'stlar. Ikkinchi qadam. Bu nimaga? Obyekt tashqaridan chaqirilmasligi uchun konstruktor private qilinadi. Tashqaridan chaqira olmaymiz. Konstruktor private qilish. Private biz doim qanaqa konstruktor ko'rib kelganmiz. Mana bu oddiy konstruktor ko'rganmiz-ku, to'g'rimi? Buni konstruktor ko'rardik. Ichida mana bu qanaqa metodlarni berardik, pastdan keyin chaqirardik, to'g'rimi? Hozir esa unaqa emas. Ya'ni pastda konstruktorga biz murojaat qilardik. Ya'ni nima qilib esinglardami? Const biz misol uchun singleton 1 qilardik-da, nima qilib singleton 1 qilib mana shunaqa chaqirib olardik. To'g'rimi? Bu to'g'ri yechim. Lekin bu har doim biz mana bu singleton chaqirib ezilib ketmasligimiz kerak va bu tashqaridan chaqirilib bo'lmaydigani qilishimiz kerak. Tushundinglar? Maqsad shu. Private qilamiz. Private konstruktor mana private konstruktor. Endi biz aytamizki, bizga hech narsa argument bermaymiz, chunki bu oddiy singleton ko'rsatmasligi va bizga console log yozishimiz mumkin. Log singleton obyekt yaratildi emas endi. Hosil qilindi. Hosil emas, yasaldi. Mana. Singleton obyekt yasalib olindi. Do'stlar, mana shuni biz tashqarida chaqira olmaymiz. Bu private bu ham maxfiy shomiz hozircha. Endi keyingi qadam bo'ladi bizda. Keyingi qadam 3-qadam. Mana bu kattaroq qadam. Biz faqat shu metod orqali obyekt ola olishimiz mumkin bo'lgan narsa yozamiz. Ya'ni faqatgina shu obyekt orqali mumkin bo'lgan yozishimiz uchun, ya'ni faqat mana shu biz bitta metod yozamiz, public. Shu public metod orqali chaqirilish kerak bo'lsa, faqat shu obyekt orqali chaqirilishi kerak bo'lsa. Hozir do'stlar bir marta shundoq. Biza qaytdik do'stlar. Xo'p, keling endi biza bitta yozayotganimizni qaytaramiz, ya'ni davom ettiramiz. Faqat bizda shu klass orqali chaqirilishi, shu metod orqali chaqirilishi bo'lsa. Masalan uchun men public yozaman. Public bizda nima edi? Eslab oling tezroq. Ommaviy edi. Ya'ni ommaviy. Mana public bilan oddiy yozilganda nima farqi bor desa ham bo'ladi. Get instance. Biza buni bu yog'i tanish, to'g'rimi? Mana joy tanish sizlarga. Bu oddiy metod, faqat bu static va public metod hisoblanadi, to'g'rimi? Endi bizda qaytarish degan narsa bor edi. Ya'ni nimadir qaytaradi u degan narsa bor edi. To'g'rimi? Xuddi shu narsani biz yozib olishimiz kerak. Ya'ni bu singleton qaytaradi. Mana. Singletonni qaytarib beradi bizga. Ketdi. Xo'p, biz return singleton qilganimizdan mana bu xato ketadi do'stlar. Biz singleton promoy qilmaymiz, chunki mana bu static. Chunki promoy qilamiz, nomini chaqiramiz, faqat uni bitta narsasini chaqirishimiz kerak, mana instansini chaqirishimiz kerak. Shuning uchun bizda bu farqlanadi. Xo'p. Endi if else yozamiz. To'g'ri, if o'zini yozamiz-chi, if agar singleton bizda bo'lmaydigan bo'lsa, singleton instance bo'lmaydigan bo'lsa bizda. Ya'ni singleton instance degani bizda qiymati degani. Ya'ni property shu qiymati bizda singleton bizda yasalmagan bo'lsa, ya'ni umuman yasalmagan bo'lsa, singleton umuman instance boshlang'ichi ham umuman o'zi yo'q bo'lsa, singletonni bizda yasa olamiz. Ya'ni instance qilamiz, new singleton deymiz, new singleton deb qilamiz. Bo'ldi. Agar navoda yo'q bo'lsa bizda yangi singleton yasab oldik. Agar bizda bor bo'lsa deymiz. Tushib ketdi pastga. Bor bo'lsa deymiz. Return deymiz, o'zimizni singleton nima qilamiz? Singleton instance chaqirib ber deb degan narsani ishlatamiz. O'zimizni instansimizni chaqirib berur degan narsani yozib qo'ydik. Endi bizda misol uchun bitta yana oddiy bitta nima yozib qo'yishimiz mumkin.
metod, oddiy metod, say hello degan metod. Say hello degan metod. Oddiy, prostoy, hech narsa qaytarmaydigan metod va bu hech narsa qaytarmasligini biz void deb berib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana. Endi console logga biz hello from singleton degan narsani qaytarib qo'yishimiz mumkin. Mana bundoq to'g'rilari bilan. Endi keling, bo'ldi. Singletonning kodi shu edi do'stlar. Oddiy, sodda va tushunarli qilib tushuntiradigan bo'lsak, shu. Endi yo'g'iga qiylashib ketaveradi, lekin mashina bilib olsanglar o'zi yetarli va juda ham shu narsani o'zi bir kerakli bo'ladi shekilli sizlarga. Shu do'stlar, mana shu bizda private instance olamiz, private konstruktor yozib olamiz. Любой keyin bu yerda mana bitta bunaqa ham bo'lishi mumkin. Ichida hech narsa bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni mana bundoq просто yozib qo'ydik biz, chiqarib qo'yish. Buni o'z ishiga katta loyihalarda hech narsa yozilmaydi ham. Va u yog'i shunaqa ketaveradi. Masalan, get instance oladigan bo'ladi. O'zi bizda get instance oladigan bo'ladi. Yana boshqa hammasi mana shu ko'rganinglardagi, ya'ni instance bo'lmasa biz yangi instance qilishimiz kerak bo'ladi. Instance o'sha instanceni qaytarib beradigan bo'lishimiz kerak va oddiy bizda bitta yozib qo'ydik, o'zi bu kerak emas. Test yozamiz endi. Test. To'rtta chiqaradimi, to'g'rimi? Test qilish jarayoni yozib. Endi nima qilamiz biz? Const deymiz. Obyekt bor. Singleton deymizda, qaranglar. Endi qarang, biz mana chaqirmaymiz, ya'ni new singleton deb chaqirmaymiz. Bu xato beradi, chunki konstruktor bizda private bo'ladi. Ya'ni bu xato uchun o'zimizga olib qo'yamiz. For example qilib, misol uchun xato desa, mana shunaqa bo'ladi, xato. Biz mana chaqira olmaymiz uje deb aytib qo'yamiz. Statikka yana foydasini ko'rasizlar. Endi const xuddi shunaqa obyekt bir singleton plus nima? Singleton deb chaqiramiz endi. Promoy ko'rasiz, nomi bilan chaqiramiz. Ammo new cat so'zi kerak emas. Singleton endi bizda ichida nima bor edi? Get instance bor edi. O'sha get instance chaqirib qo'yamiz. Bo'ldi. Shu narsa bizda shunaqa edi. Endi const obyekt 2 da obyekt 2 sizlarga savol. Men yana mana get singleton instance deb chaqiradigan bo'lsam, yangi obyekt yasaladimi yo'qmi? Mantiqan o'ylab qo'yinglar. Yasaladimi? Yo'q. Albatta yasalmaydi do'stlar. Chunki bu bir xilmi? Mana bu yerda biz nima deb yozib qo'yganmiz ham bitta. Agar bizda singleton bo'lmasa, yasagin deganmiz. Agar singleton bo'lsa, qaytargin deganmiz shu singleton. Endi bizga yana nima qoida chiqdi? Bizda nima qoida chiqdi? Buni aniq qilib yozib qo'ysak, biz shuni to'g'riroq bo'ladi. Mana biz to'g'riroq bo'ladi, ya'ni aniq qilib yozib qo'ysak. Xo'p, mana aniq qilamiz. Birinchi qoida deymiz, ya'ni obyekt yasaldi deymiz. Yasaldi. Bu qadamda, ya'ni bu qadamda yasaldi. Endi keyingi qadamda nima qiladi bizda? Obyekt yasalmadi. Obyekt qaytarildi просто. Bizda obyekt qaytarildi. Bo'ldi, shu bizda shu edi. Endi biz sinab ko'rishimiz mumkin. Misol uchun maqsam bo'ladi. Mana mana shunaqa, mana ko'rsatdi o'zi. Mana shu narsani yozib qo'yishimiz mumkin buni. Obyekt 1 bilan obyekt 2 ni solishtirib ko'ramiz. To'g'rimi, yo'qmi? Agar bizda bu to'g'ri bo'lsa, true chiqadi. Noto'g'ri bo'lsa, xato bo'lasizlar. Run kod qilamiz. Chiqmayapti run kod, anchadan beri bizda. Console terminalda biz ishlatishimiz kerak bo'ladi. npm stack bunda. Mana shunaqa
taqsir men boshqa qilib qolmanku. Hozir cd nomda qilamiz. Mana endi cd patron yo'qmi? Borku mana cd patron fayl yo'q tot. Hop. Test edemiz. Not thing. Tamam. Yaxshilamayapti hozir do'stlar. Shunda mana bu narsada problema qilyapmiz hozir. Do'stlar, mana buni hazat qilib chiqdim. Ya'ni xatolarni hammasini to'g'rilab chiqdim. Bo'ldi, boshqa xato bo'lmaydi. Ya'ni menda ko'p programmalar ishlab ketganda, ko'p programmalar ishlab ketgan, oldingi loyihalar, qilgan loyihalarimiz, kodlarimiz bir achichuv bo'lib ketib qolgan, qo'pol qolib ketadigan bo'lsak, lekin to'g'rilab chiqdim. Alhamdulillah to'g'rilab chiqdim. Endi mana bizda ishlaydi do'stlar. Patronga kirib oldim, mana videolarni hammasi o'zimizni tushunadigan, biladigan anaqada. Testsi, ya'ni o'zimiz ishlatadigan kompilyatsiya va not string return deyamiz. Va bossak, yana o'zimiz ko'rdingizmi mana? Obyekt bizda yasaldi degan narsa chiqyapti. Ya'ni bizda birinchi nima chiqdi? Obyekt yasaldi. Birinchi martasida. Lekin keyingisida nima bo'ldi? Bo'lmadi. Ya'ni true bo'ldi, ya'ni qaytarildi u. Tushundinglar? Bizda true chiqdi. True to'g'rimi? Bu obyekt deymiz. Bu obyekt deymiz. Bu teng. Bu teng. Mesela bular teng deb qo'yish mumkin. Testi. Not. Yozdik hozir tepada. Qilsak mana. Bular teng. True. Ko'rdinglar do'stlar, bizda singleton bitta yasatiladi. Boshqa yasalmayapti. Bu biz uchun zo'r bitta belgi hisoblanadi va bu belgi albatta juda ham muhim belgi. Va bu juda ham kerakli patron. Shuning uchun men tanladim. Shu darsimiz shundan o'z nihoyasiga yetadi do'stlar. Har darsimizda biz xato topib turishimiz kerak. Xato bo'lishi kerak. Bo'lmasam dasturchi rivojlana olmaydi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum.